Men hammaga ergashish uchun tug'ilmaganman. Men zabt etish uchun tug'ilganman. Ikkilanish bu halokat, shubhalanish esa tiz cho'kishdir. Men bo'yin egish uchun yaratilmaganman. Omad ehtiyotkorlar uchun emas, unga qat'iyat bilan intilganlarga keladi. Mening imperiyam sovg'a qilinmagan, janglar bilan qo'lga kiritilgan. Yetakchining kuchi uning armiyasi kuchidadir. Men qo'y boqchiligidagi sherlar armiyasidan qo'rqmayman. Ammo sher boqchiligidagi qo'ylar armiyasi haqiqiy kuchga aylanadi. Bunday kuch butun dunyoni larzaga soladi. Zaiflar tarix soyasida yashaydi. Kuchlilar o'z nomlarini muhrlaydilar. Hatto asrlar o'tsa ham mening ismim pichirlab emas, baland ovozda aytiladi.